Assalomu alaykum azizlar. Bizda ko'chada prinsiplarimiz ancha yig'ilib qoldi. Har xil turlardan bor. Bu prinsiplarimizni bo'lib to'lashga, nasib savdoga olsangizlar bo'ladi. Bemalol. Bizda 2,5 ga 1,5, 230 ga 130 tentli, 230 ga 130 reshatkali, 2 ga 130, 240 ga 140, 1 mosli, 2 mosli va mana bunday mol uchun moslashgan prinsiplarimiz bor. Telefon raqamlarimiz o'sha 88 040 71. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Mana bugun 222 ga 130 prinsipimiz tayyor bo'ldi. Tintlik variantda namoz asosida qo'yib berganmiz. Xo'sh, bu prinsipimiz tilishga risor 15 yangi bolalar. Ko'rishlaringiz ostlari shivillar, ichiga shivil 2 qavat qilingan. Mana bu joyga surmenkalar, mana bunday amortizatorlar tagiga qora list ishlatilgan, zanglamaydi. Progonlari ko'proq tashlangan buni. Baquvvatroq bo'lish uchun 8 lik profil, 8 lik shiviller, dakmitlar qilingan. Oldlari shamol kesayotgan variantda bo'lgan. Ko'rsatdik. Zamoklari 1 tonna 600 lik paqqos zamoklar 3 ta patnoshga qo'yilgan. Yuqoritilgan holatda ham bir xil tekislikda turaveradi. Oldiga bitta, orqaga 2 ta patnoshga qo'yilgan. Bu arabamiz aslida mana Cobultga toqilyapti. Cobultimizga ham parkoblarni o'rnatib berganmiz, chiroyli qilib. Ko'rishingiz mumkin. Zavod holatda pechatlari bilan chiroyli bo'lgan. Zavodskiy. Orqasini ochaveringlar. Orqasini ochinglar. Buni o'rnatilish holatiga e'tibor berasizlar. Bu o'rnatilishi Cobultdan orqasi bilsangiz zaklopka bo'ladi-da, ikki tomon germik surtiladi. Mana shu joyiga yoradi parkobga qo'ygan paytda. Yorib tashlaydi. Biz mana shuni yormasligini yo'lini topganmiz, hozir ko'rsataman sizlarga. Xo'sh. Mana. Bu yormaslik uchun bunday narsa yasaganmiz. Mana shu zaklopka bo'lgan joyi mana yormaslik uchun mana bunday narsani yasab qo'yganmiz. Shtobi kengroq oladi. Bu qalin plankadan, 8 lik plankadan mana shu narsani yasaganmiz. Ikki tomoniga xuddi shu narsa yasaganmiz. Bu yog'iga mana bilinmaydi ham. O'zida turibdi mana, bilinmaydi. Ko'rdingizlar? Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi telefonga aloqaga chiqasizlar mana. Hali yangi nasoslarimiz kattadan arang yopyapti. Aka, prinsip ma'qul bo'ldimi? Ma'qul. Xo'p, obunachilarimizga nima deysiz? Kelinglar mana. Qurol chiqibdi mana. Ko'ngillarga yoqadi. Ko'ngillarga chiqdi, ha? Nazmida nima ishga foydalanmoqchisiz? Savdo yo'nalishi. Savdo tomonlarga. Kimga mana shunday prinsip kerak bo'lsa, pastdagi telefon bilan aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib yasab beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.